Qizlar hammani bel aylanasi 80 santimetrdan yuqori. Nima uchun men bu narsani sizlarga o'lchatdim? Hozir tushuntiraman. Agar sizlarda bel aylanasi 80 santimetrdan yuqori bo'lsa, qo'lda, tirsakda, bo'yinda, tizzada kirga o'xshash qora ishlar paydo bo'lgan bo'lsa yoki bo'yin atrofida mayda papilomalar to'shib ketayotgan bo'lsa, demak sizlarda yuqori ehtimol bilan insulin rezistentlik holat ketyapti. Ya'ni insulin gormoni oshgan. Agar u oshsa, sizlar qancha fitness qilsanglar ham, diyeta qilsanglar ham, o'z bilganinglarcha diyeta demoqchiman. Diyeta qilsanglar ham foyda bermaydi. Insulinni tushirmaguncha. Avvalambor biz insulin haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. O'zi u nima va nima uchun ko'tariladi? Qaranglar, insulin o'zi bu bizani qondagi glyukozani, ya'ni energiyani, deylik, ovqatdan oladigan har bir energiyamizni hujayralarga olib kiradigan gormon hisoblanadi. Aynan mana shu vazifani bajaradi. Insonda insulin qachon oshadi? Faqat nosog'lom ovqatlanishda oshadi. Bo'ldi, uni boshqa hech narsa oshirmaydi. Nima uchun deydigan bo'lsanglar, hozir men tushuntirdim uni vazifasini. Endi yana sizlarga yanada tiniqroq qilib tushuntirib beraman.